Hayit namozi yilda 2 marta o'qilganligi uchun hammani ham yodida qolavermaydi. 2 rakat Eid Qurbon namozini o'qishni niyat qildim. Xolis Alloh uchun imomga iqtido qildim deb niyat qilgandan keyin Alloh akbar deb takbir aytib qo'l baylanadi. Qo'l baylanib sana o'qiymiz, auzu basmalani aytmay turamiz. Sana o'qilgandan keyin yana 3 marta Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar deb uchinchisida qo'lni baylab turib, keyin Fotihani o'qiymiz. Demak, birinchi takbir tahrimadan keyin, sanodan keyin 3 marta takbir aytamiz. Ikkinchi rakatga turib, ikkinchi rakatda Fotihasi bilan Zam surasini o'qilgandan keyin rukuga ketishdan burun yana 3 marta Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar deb turib, 4-chi Allohu akbarda yana rukuga ketamiz. Demak, boshidagi birinchi takbir tahrimadan keyin 3 marta aytiladi. Ikkinchi rakatda rukuga ketishdan burun 3 marta takbir aytiladi. Inshaalloh namozda oldin yana bir takrorlagan bo'lamiz inshaalloh.